Belgiya parlamenti Sharqi Turkistonda musulmon Uyg'urlarga qaratilgan irqiy qirg'inchilik xavfi to'g'risidagi ogohlantirishni qabul qildi. Yaqinqi yillardan buyon nurg'un davlatlar, bo'libmi g'arb davlatlari Beyjingning rayondagi kishilik huquq tafsilichiligini aybladi. Belgiya parlament a'zosi Samuel Kokolati Fransiya axborot agentligiga tashqi munosabatlar komitetidagi bilet tashlash natijasi 7 oyning 1-kuni Avam palatasining umumiy yig'inida tasdiqlanishi kerak dedi. Martning oxiridan boshlab Xitoyning jazolash nishoniga aylangan Yevropaliklarning qatoridan o'rin olgan Samuel Kokolati mundaq dedi. Belgiya parlamenti irqiy qirg'inchilik jinoyatini e'tirof qilishni maqsad qilgan edi. Ammo hozir Belgiya doiralari faqat ig'ir irqiy qirg'inchilikning xavfi deb qabul qildi. Lekin u bu ovoz berish natijasi bir necha oy ilgari mo'ljallangan bo'lmaydigan tarixiy taraqqiyot dedi. Mazkur loyihani parlamentga sunuvchilarning aytishicha, garchi bevosita irqiy qirg'inchilik deb atalmagan bo'lsa-mu, lekin Belgiya parlamenti Kanada, Gollandiya, Angliya, Litva va Chexdan keyin Uyg'urlarga qarshi elib berilayotgan insoniyatga qarshi jinoyatlarni ayblagan dunyodagi 6-demokratik parlament bo'lgan. İgilinicha Xitoyning Saudiya Arabistonining poytaxti Riyodda turishliq bosh elchisi Chen Weijiang Xitoyning Islom hamkorlik tashkilotidagi tunji rasmiy vakili bo'lib tayinlangan. Arab xabarlari to'rining 6-oyning 15-kuni xabar qilishicha, Chen Weijiang bayonotida mundaq degan: Yakshanba kuni Xitoy siyosiy byurosining a'zosi va tashqi ishlar ministri Wang Yi imzo qo'ygan uchrashish xatini Islom hamkorlik tashkilotining bosh kotibi Dr. Yusuf Al-Usayminga yetkazdim va rasmiy holda Xitoyning vakili bo'ldim. Xitoyning Sharqi Turkistondagi Uyg'ur va boshqa musulmonlarga qaratgan siyosati G'arbning nurg'un parlamentlari tarafidan irqiy qirg'inchilik deb qabul qilinayotgan bir paytda islom dunyosining bu zulmga qarshi sukut qilishi tanqidga uchirmoqda. Xitoyning Yevropa ittifoqidagi vakillari umiki Shimoliy Atlantik ahdi tashkiloti, ya'ni NATO boshliqlar yig'inining xulosa dokladida Xitoy tahdidini o'tirg'a qo'yishning sovuq munosabatlar urushi ruhiy holati ekanligini aytdi. G'arbning Xitoy tahdidiga qarata NATO rahbarlari Xitoyning kun sayin kuchayayotgan iqtisodiy va harbiy kuchiga birlikda taqobil turishning zarurligini o'tirg'a qo'ydi. Shuning bilan bir vaqtda Xitoydagi mustabidlik xohishini tahdid deb qaraydiganligini e'lon qildi. Xitoyning Yevropa ittifoqi umiki seshanba kuni Tor bekitida e'lon qilgan maqolasida Shimoliy Atlantik ahdi tashkilotining bayonoti Xitoyning tinch taraqqiyotiga tuhmat qildi va xalqaro vaziyatni xato hukm qildi dedi va Shimoliy Atlantik ahdi tashkilotini tuhmat qiluvchi deb aybladi. Yana bir tarafdan oldin qatta oxiri o'tkazilgan 7 davlat boshliqlar yig'inida har qaysi davlat rahbarlari Xitoyning Sharqi Turkiston va Hong Kongdagi kishilik huquq tafsilichiligini o'tirg'a qo'ydi. Bu G'arbning Xitoyga qarshi birlikda harakat qilishining signali deb qaraldi. Tayvan doiralari Xitoy armiyasiga tava 28 urush aeroplanining havo mudofaa farqlantirish rayoniga xiloflik qilganligini e'lon qildi. Tayvan havo armiyasining bu vaqtdagi bayonotida Xitoy harbiy aeroplanlarining Tayvanning janubiy va g'arbiy dengiz qirg'oqida havo mudofaa sohasiga kirganligi va buning bir kun ichida eng ko'p aeroplan qatnashgan daxil taruz qilish harakati ekanligini bildirildi. Yana bir tarafdan Tayvan matbuotlaridagi xabarlarda Xitoy urush aeroplanlarini rayondan ayrilishga ogohlantirish uchun Tayvanning urush aeroplani va havo mudofaa sistemasini qo'zg'atganligini bayon qilingan. Xitoy urush aeroplanlarining Tayvan havo sohasiga xiloflik qilishining G7 va Shimoliy Atlantik ahdi tashkiloti boshliqlar yig'inidan keyin yuz berishi diqqat tortdi. Xitoyda Guangdong o'lkasidagi Taishan yadro elektr stansiyasida eqib ketish hodisasi yuz berganligiga bo'lgan gumon kuchaymoqda. Amerika taratqullarining xabar qilishicha, Amerika hukumatı bir Fransiya shirkatining favqulodda arz qilishidan keyin harakat qo'llangan. Elektr stansiyasida yuz beradigan biror hodisa yoki cho'ng eqib ketishning Wuhan virus yuqumidan cho'ng ofat keltirib chiqarishidan andisha qilinmoqda.